Yili nechida? 2010. 2010. Kraskasi? Usta bu? Kraskasini ko'rganimga ikkita orqa kurlosi bor edi, mana shuncha sepilgan. Seksiyasi emas, kapotcha ham to'liq sepilgan aka. Shunda ko'rganman, shunda. Bo'ldi. Ko'rib olasizda. Bo'ldi. Kapotchasi, krilochasi. Bu ham qarindosh emas, qo'shqalim bilan. Ya, mari kelishga bor. Kecha bir yigitga mesela bitnecha bo'ldi sotilgan ekan. Ikkita krilo, kapot, usilitel, ishi, stoykalar chiqdi. Bitnechada bir qarindosh olib bergan ekan. Bitnechasi bergan. Mashina oldini ko'rdim Ismoil aka. Siz ayog'ini ko'ring, ichini bir ko'raylik ana shuni. Oldi chunki ikkita krilo ham, kapot ham kraskada. Lekin ichi yaxshi ekan. Sek o'ldilar. Bizdan chiqib agar mabodo savdo bitmay qolsa, qanaqa qilamiz? Yana ham ustiga ko'rsat. Bundan keyin kimdan nima olsangiz ko'rsatib. Ha, Bering, stolda zo'r narx bor. 20 million narx beraman. Kimdir foydalansin. Qarang, bu mashinalarni ustiga men olaman-ki. 30 milliongacha bo'lgan mashinaga 500 ming deganman. 500 ming so'm qo'yib sotaman bu mashinani. Lekin hozir 20 million so'rayapman-ki, zo'r narx so'rayapman. Ishoning zo'r narx so'rayapman. Kam bo'lar shu. Buni ham sotishimning sabab hozir to'y boshlab qo'yganmiz o'shanga. Ya, yaxshi kunga. O'shanga. O'z uylanapsizmi? Aka 20 emas, 18 so'rasam bo'lading, xotin olasiz. Bu boshqacha bo'ladi hozir bunga. Buni ko'targani ham sotib to'ydi qiling, izlashdi. Buni mazasidan uni mazasi zo'r bo'ladi. Asta. Endi hozir qizil savdo qilaman, hozirlar rozi bitasiz, bitsa bitmasa. Endi shunga hech bo'lmasa 22 million bo'lsa ham olib ketaman deb keldi bu yigit. Aniq Ismoil aka, 22 olmaydi. Ko'nglingiz kamida 22 da bu mashinalarni Instagramdan ko'rgan, Akmal aka boraman, tog'da so'rayman, tepada bo'lsa ham ola olaman degan niyat bilan kelgan bu yigit. To'yni qilaman keyin. To'yni qiling iloyim. Yaxshi kun. Aytsangiz nasib qilgan bo'lsa boramiz. Qarang, do'stim, ochiqcha ko'ring-da. 20 million so'radim-ki, bitta do'stona ko'ring-da, men buni zo'r narxini so'radim. Xohlaymizmi yo'qmi? Hozir motor, hadavoy, endi injektorlar o'z qo'lingizga zo'r bo'lishi mumkindir. Mashinada bayog'ini qarang, injektor to'lib borgan mashinada 100 ming olsangiz, 150 ming olsangiz usta puli chotka qilib berasiz, lekin men detallarni borki chotka qilib bo'lmaydi. Bu kraskaligicha qolib ketdi bo'ldi. Lotka sepilgan hisobga o'tadi. Gapiring, qochib qoldi. O'sha pulga beraman deb to'y bo'lsin deb. Yaxshimi? Savdo ketdi-da. Reklama o'ylayapsizmi usta? Bo'ldi, men o'zim aytaman, 300 ming so'm o'tib bering, 200 ming so'm qo'shgan bo'laman. Endi men 24 ga ola olmayman. 300 ming so'm o'tib berasiz bo'ldi. Endi rozimisiz? Xayrida bu. Kam bo'ladi. Faqat rozi bo'ling. Yaxshimisiz o'zi? Ha, yaxshi. Nima qotib qolyapsiz? Mashinaga qarab qoldi. Keling, mashinaga qaramaysiz. 300 ming so'm o'tib bering bo'ldi. Ochiqcha ko'ring. Men ham endi u pulga ola olmayman. Xalq olmagan pulga men ham olmayman. Meni ham shunday bir qasamiyatim bor-da. Bo'layotgan bo'lsa 300 ming so'm xayriya o'tib bering bo'ldi. Yavoy qachon ketdi odam. 2010 Matiz, tomon past sepilgan, ichiga o'tmagan. Oldi tomoni hamma joyi pechati bilan turibdi, motorlari yaxshi. 23 million 700 ming so'mga olindi, 24 million 200 ming so'mga sotildi. 500 ming so'm ustiga qo'yib sotildi mashina.